Ertalab 6. Biz esa Disneylandga, Magic Kingdomga otlandik ertalabdan. Hammani oilaviy mashinaga o'tkazib yo'lga tushdik. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga ko'rsataman bizning eng sehrli kunimizni. Magic Kingdom Disney World. Biz kelyapmiz sizni ko'rishga desam. Lekin rostdan ham biz kelyapmiz. Chiptalarni men onlayndan уже olib bo'ldim. Hammamizga $1200 tushdi. Lekin arzon emas ekan, har bitta inson uchun $180-190 desam ham bo'ladi. Bu kirishni o'ziga kirdik. Mana уже kelib oldik. Biz xursandmiz, energiyalar ko'p. Mana shunaqa parkinglarga уже qo'ygandan keyin, mana shunaqa aravachada olib qo'yar ekansiz. Aravachada borganingizdan keyin securitydan ham hamma narsalarni tekshirgandan keyin ikkita yo'l bilan borsangiz, poyezd orqali yoki paroxod orqali, biz ferry paroxodida yaxshilab yetib oldik. Yoqqa juda ham odam kam edi biz ketayotganimizda, chunki biz eng vaqtli bordik. Chunki prinsessalarni ko'rmoqchi edik, liniyalarda ko'p turmaslik uchun. Agar siz liniyada ko'p turmoqchi bo'lmasanglar, tezroq o'tadigan pastlari bor. Ular har bitta o'tadiganiga kishi boshiga tam $35 bor. Keyin undan tashqari $300 ga yana sotsangiz bo'ladi. Отдельно mana shunaqa flashlarning eng zo'rlari bor. Har xil narxda ular. Shu bilan mana shunaqa ham bitta attraksionlarga borib chiqdik, prinsessalarni ko'rib, avtograflarini olib, meni qizlarim yaxshi ko'rishadi Disney prinsessalarini, o'shanga ham ishga bordik. Har xil shunaqa attraksionlar bor ekan. Bu hamma attraksionlar yosh qizlarga, qizchalarga deb o'ylayman, chunki bittasi ham menga yoqqani yo'q. Unaqacha bu bolalar uchun boriladi, yosh bolachalarga tam. Главное, menga juda yoqqan narsa bu yerda salyut, restoran, paradda kunduzgiga umuman bora olmadik. Kunduzi juda issiq bo'lgani uchun biz restoranni uni o'rniga borishga qaror qildik. Bu restoranga oldindan rezervatsiya qilish kerak, chunki kredit kartochkalarni qo'yishingiz kerak. Agar siz bora olmasangiz, o'sha vaqtga yetilganda sizdan pul yechib olishadi. Undan tashqari bu restoranda qahramonlar, Disney qahramonlari ham bo'ladi. Kirib, sizlar bilan o'zbekchalarga qo'llarini yelkasiga qo'yib, rahmat kelganingizga, xush kelibsizlar deb yurishadi har doim ovqat yeyotganingizda. Shunisi ham qiziq bo'ldi, lekin restoranga gap yo'q, ham zo'r ekan, ovqatlari ham, kстати, juda ham yaxshi. Biz steak oldik. Qaynanam, oyijonim boshqa ovqatlarni ham yeb ko'rishdi, ularga ham yoqdi. Qaynanam, oyijonim juda ham picky ular. O'shanga ham ular gas deganiga bu yaxshi deb o'ylaymiz. O'shanga ham sizlarga ham rekomendatsiya beraman. Chem fast food yegandan ko'ra mana shu restoranga kirib yeyishga kishi boshiga $75 dan to'g'ri keldi. Hammamizga biz $500 to'ladik. Bilasizmi, nima uchun Disney buncha dunyo bo'yicha mashhur? Chunki ular orzularni sotadi. Har bir Disney qahramoni biror orzuni ifodalaydi. Misol uchun Frozen kuchli bo'lish kerak, hayotda yutib chiqasan, mayda qo'rqish kerak emas. Har xil anaqalarni kuchli odam bo'lish uchun, motivatsionniy takoy bolalar uchun, takoy dream come true, orzular amalga albatta oshadi. San qo'rqmagin degan muzikalar, prinsessalar, mana misol uchun baxtini topadigan prinslar bilan hammasini mana shunaqa qilganiga juda ham ko'p mashhurligi ekan. Menga nimasi undan ham ko'p yoqdi. Paradi ham takoy magical, budda sehrli olamga tushib qolgandek bo'ldim. Men o'zi unaqa ko'p odamlar bo'ladigan joyga bormasdim, lekin o'sha yerda bo'lganimda juda ham xursandman. Lekin o'sha paytda juda charchab oyoqlarimda o'sha yuragimni sezayotgandim, oyoqlarimni ko'tarib olgim keldi. Bolalar charchagan, hamma charchagan, lekin oxirigacha olib bordik. Paradiga ham bo'lishi mumkin emas. Kech payt sveta muzikali paradi juda ham chiroyli, a'lo daraja sehrli his-tuyg'ularni olib keldi. Lekin salyut ham juda ham chiroyli bo'ldi. Juda chiroyli, shunaqa darajada shu 15 minut ichida hayratdaman qoldim. Lekin o'sha bolalarim uxlab qolgan edi. Faqat shunisi kech salyut bo'lar ekanda, shu paraddan keyin srazu salyut otganda yaxshi bo'ladi. Parad 9 da boshlanadi. Parad tugagandan keyin yana yarim soat kutishingiz kerak salyut bo'lishiga. Shu joyi yoqmadi. Keyin o'shanda o'sha qaytishda chiqadigan paytida juda qiyin ekan. Yo'ldan chiqish, hamma 2 soat ketdi o'zi chiqishimizga. Bu, по-моему, birinchi oxir marta borishimiz bo'lsa kerak. Chunki bizga unaqa juda zo'r bolalar uchun bordikda endi, qisqasi. Mayli, agar videolarim yoqqan bo'lsa, qanaqadir foydasi bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.